Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Toshkentda Chinoz degan joydamiz. Ushbu Fayzli xonadonimizga chiroyli qilib naves, leksanli variantda naveslarimizni qilib berganmiz. Yangicha stilda, yangicha variantda. Ushbu navesimiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, uzinasi 14,5 ga, eni 860 li joy. Materiallari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, xoralarimiz 6 ga 4, ichlari lazerni gul qilib 2 listda chiqarib berganmiz. Stoykalarimiz 8 ga 6, ikkita yon, kashaylari 2 listda qilib berganmiz. Tepasida leksanimizga keladigan bo'lsak, leksanimiz 15 yillik rossiyskiy variantda qatirib berganmiz. Bu yerda bu xonadonimizda yana bir uyda asos kiraverishiga chiroyli qilib buni kazroq qilib berganmiz. Bunimizning razmeri uzinasi 8,5 ga, eni 630 li joy. Asosiy kirish joyi bo'ladi bu, xonadonga kirish joyi. Mashina kirmaydi, prosta odam kirib chiqish uchun qilingan joy bu. Darvozaxonamiz o'ng qo'limizda joylashgan. Buni oldiga qilingan yangicha fasonda chiqarib berganmiz. Operativda ko'rsatib berasiz. Birinchi firmaga chiroyli qilib oldiga o'zgacha stilda qilib berganman. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarga bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi.